Hammasi jonimga tegdi. Charchadim. Boshqa bunaqa yashashni xohlamayman. Necha yil bo'ldi, 3 ta bolamiz bor, lekin hali ham uyimiz yo'q. Ijara yurib sarson bo'lib ketdik. Ay qizim, bunaqa qilmaginda endi ozgina chidagin. Bola chaqang bilan, kuyovim bilan bemalol kelib biznikida yashab turishinglar mumkin. Joyimiz yetarli. Ming marta aytdim kuyovingizga. Nima emish? Ichkuyov bo'lmasmish, g'ururi yo'l qo'ymasmish. O'rgildim. Ay endi erkak kishi ozgina ishlab pul yig'sin oilasi uchun. Qayoqda? Boy ijaraga to'lashga pulimiz yo'q. Nega ishdan bo'shaganmi? Ha, lapashang ishchi kimga ham kerak? Bo'shatib yuborishdi. Bo'ldi. Yashamayman, boshqa ajrashaman. Charchadim. Menga qara. Shu lapashangda otgan ering bir kun kelib uy-joy qilsa, bu gaplaringga uyalib qolmaysanmi? Narsalaringni olganda bir uyingga jo'na. Ijara pulini men o'zim to'lab beraman. Haydabozmi? Ha, haydayapman, tur, jo'na. Bekor qilding-da. Xafa bo'lib ketdi hozir. Ona, bir ozgina sabr qilsa, xudo xolisa kuyovning ishlari ham yaxshi bo'lib qolar. Yaxshi keldingizmi aka? Ha, rahmat. O'zinglar yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi. Qala, yangi uylarga o'rganib qoldinglarmi? Esizdami? Kuyovim hali uyoganda uyalib qolasan degandingiz. Nimagadir uyalib ketyapman. Meni peshirangga uyam bitdi. Sen uyli bo'lding. Men tomog'imdan ovqat o'tadigan bo'ldi. Menga sabr qilishni o'rgatdingiz. Sabr mukofoti chiroyli bo'ladi singlim. Hammasi uchun rahmat sizga. Nega menga rahmat aytasan? Shu uy olgan kunimiz tushimga kiribsiz. Menga uy kalitini tutqazibsiz. Men hammasini bilaman akajon. Kompaniyangga yaxshi ish topgan. Faqat yo'q demaysan, o'rtoq? Bor yo'g'i shumi? Sen ham menga vaqtida ko'p yaxshilik qilgansan. Endi qaytarish meni navbatim. Faqat bitta shartim bor. Nima shart ekan? O'sha ishchini ozgina ishlagandan keyin o'zing qurayotgan shu domladan 2 xonali dom hadya qilasan. Pulini o'zim beraman. Hadya bo'lsa, o'zing topshirganing yaxshi emasmi? Jon deb o'zim topshirgan bo'lardim, lekin kuyovimda oldingi safar mashina berganimda ham olmagan edi. G'ururi baland. Kuyovimda deymi? Ha, kuyovim. Singlim 10 yildan beri ijarada yashaydi. Qo'lda o'rtoq, savobli ish ekan-u. Bunaqa ishga men ham o'zimni hissamni qo'shaman. Sizdagi akalar ko'paysin.